Hop, erta sroklarda ayol hech narsani sezmayapman deb aytyaptilar. Toksikozlaringiz bormi? Toksikozingiz bor. Demak, toksikoz bo'lib turibdi. Bu qanday aniqlaymiz? Qachon biz bolamizni harakatlarini sezishni boshlaymiz va biz qachon bola haqida uni qimirlashini aniqlaymiz, o'zimiz sezamiz ona sifatida va ko'nglimiz sezishni boshlash srogi qachondan boshlanadi? Demak, bolani qimirlashlari birinchi tug'uvchilarda 20-22 hafta, qayta tug'uvchilarda 18-22 hafta deb kitobda yozilgan, ya'ni 500-550 gramm vес yig'gandan keyin biz uni sezib boshlaymiz. Hozirda sizni bolangiz haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz uchun faqat ultrazvuk tekshiruvdan o'tib turishingiz kerak. Bir oyda bir marta o'sha ko'ngil aynish qusishlaringiz haqida, agar ko'ngil aynib qusib turgan bo'lsangiz, qonli suvli ajralmalar kelmayotgan bo'lsa, demak xavotirli emas, yurak urishlarini yaxshi bor. Xavotirga o'rin yo'q, bolangiz yaxshi.